Men Xolibitayev Bahriddin 2008-yil tug'ilganman. Bu sportga meni ustozim tortgan. 2023-yil birinchi musobaqam O'zbekiston Kubogida 55 kg natija bilan birinchi o'rinda olganman o'smirlar o'rtasida. Yoshlar o'rtasida Dubay shahrida bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida 54 kg vazn toifasida birinchi o'rinda oldim. Bu meni birinchi katta musobaqam va birinchi katta musobaqada oltin medalim edi. 121 kg natija bilan Osiyo va jahon rekordini o'rnatishga muvaffaq bo'ldim. Albatta bu oson bo'lmadi. Ustozlarimning mehnati, zaldagi trenovka jarayonlari hammasi mehnatlarning samarasidir. Sog'lomlardan kamman deb o'ylamayman. Davlatimiz sog'lom sportchilarga qanday e'tibor bersa, paralimpik sportchilarga ham xuddi shunday teng ravishda e'tibor qilayotgani juda katta sabab bo'ldi va parasportchilarning dunyo arenalarida yutuqlarga erishishimiz uchun katta yordam berdi. Ham birinchi marta jahon rekordi, Osiyo rekordlarini yangilaganim bu menga juda katta quvonch olib keldi va o'zimga bo'lgan motivatsiyalarim ham oshdi. Uydagilarning quvonchi, ota-onamning, trenerimning quvonchi juda katta. Bu sportda asosan o'ziga bo'lgan ishonch kerak. Bu tosh bu men emas, men uni boshqaraman deb o'ziga o'zi ham dalda, ham ishonch berish kerak.